Assalomu alaykum, Texnika Advance Servis kompaniyasining ashaddiy kuzatuvchilari. YouTube kanalimizga video qo'ymaganimizga ham ancha bo'ldi. Yaxshilab o'rnashib olinglar. Akalar, bugun e'tiboringizda 210 talik hamda 180 talik kolesli ekskavatorlarimizni obzor qilib beramiz. Qani ketdi. 180 talik ekskavatorimizda 0.9 kubik kovush, strelamizning uzunligi 5 metr 80 cm gacha uzay oladi. 210 talik ekskavatorimizda esa 1 kubik kovushga ega, strelamizning uzunligi 6,5 metrgacha uzayadi. 210 talik ekskavatorimizga keladigan bo'lsak, texnikamizning boshidan oxirigacha uzunligi 9,5 metrni tashkil qiladi. Texnikamizda eniga 2,5 metr, balandligi 3,5 metrni tashkil qiladi. Texnikamizning gidrosilindriga keladigan bo'lsak, asosiy gidro nasoslarimiz Kawasaki Yaponiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan Kawasaki brendida turibdi akalar. Bu 21 tonnali maxluqimizda akalar 180 ta ot kuchiga ega Cummins dvigateli bilan jihozlangan. Bilasizlar, Cummins dvigateli Amerika dvigateli hisoblanadi. Sinovdan o'tgan O'zbekistonda juda ham ko'p texnikalar sotganmiz Cummins dvigateli bilan. Ko'rishingiz mumkin, texnikamizda tayanch oyoqlari mavjud. Bu tayanch oyoqlar orqali sizlar har xil qiyaliklarda bemalol ekskavatorni boshqarishingiz mumkin akalar. 180 talik ekskavatorimizning gabarit o'lchamlariga keladigan bo'lsak, 8,5 metr uzunligi akalar, eniga 2,5 metr, balandligi 3 metrni tashkil qiladi. Akalar, bu texnikamizda ham tayanch oyoqlari mavjud, oldi qismida joylashtirilgan. 18 tonnali bahaybat bu texnikamizda ham akalar 140 ta ot kuchiga ega, Cummins dvigateli bilan jihozlangan. Ko'pchilik mijozlarimiz savol berishadi, akalar, texnikani olganda ichidan nima chiqadi? Havo va moy filtrlari, komplekti damkrati, zip komplekt, ключ nabor, hamma narsasi to'liq. Bizning texnikani Xitoydan qanaqa kelsa, ichidan hamma narsasi bilan topshiramiz, hech qanaqa olib qolmaymiz akalar. Texnika Advance Servis kompaniyasiga murojaat qilsanglar, shunaqa komplektlar bilan kelib olib chiqib ketsanglar bo'ladi ekskavatorlar. Videoning eng qiziq joyiga yetib keldik. Akalar, narxi bilan tanishtirib o'tamiz. $143,700 210 talik ekskavatorimizda, 180 talik ekskavatorimizda $125,000. Bu narx ichida NDSlar bilan birga kelasizlar, to'lov qilib bir kunda bemalol olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Texnika Advance Servis kompaniyasiga murojaat qilinglar. 100 ga yaqin spets texnikalarimiz sotuvda tayyor turibdi. Videoga like bosib, akalar, mehnatimiz uchun do'stingizga ulashib qo'yish esingizdan chiqmasin. Texnika Advance Servis kompaniyasi har doim xizmatingizda.